Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Premium Play kanali bugun yana futbol menejer o'ynaymiz akalar. O'tgan gal juda ayanchli ahvolga kelib qolgan edi. Negadir akalar omad kelmayapti. 4 ta yoki 5 ta turda bittagina g'alabamiz bor. Buni to'g'rilashimiz kerak akalar. Yo'q, 5 ta emas, 8 ta turda bitta g'alaba, bitta durang o'ynagan ekanmiz. Hop, Nicolo Fagioli diskvalifikatsiya. 3 ta o'yin o'tkazib yuborar ekan. Hop, yana qanaqa xabarlar bor ekan? Keyingi o'yin Torino bilan o'ynayotganmiz. Torino yaxshi ketyapti ekan. G'alabamizmi yoki mag'lubiyatmi olib ko'ramiz. Torino yaxshi ketyapti, 14-5 o'rinda ekan. Birda Atalanta, Milan, Roma, Napoli, Torino. Bizani Fiorentina afsuski 19-o'rinda. Balans ham minusda. Yanvargacha yetib olsa akalar, yanvarda 2 ta o'yinchimiz sotganmiz, puli tushadi. Komuzzo bilan mana Liverpoolga ketgan Komuzzo bilan yana kimnidir sotuvdik. Yanvarda bir 25-30 millioncha pul keladi. Dodoni ham so'rayapti, 27,5 millionga Galatasaray. Dodoni ham sotamiz akalar. Yanvarda biz jamoani boshqatdan quramiz akalar. Agar ungacha haydab yuborishmasa, yanvarda 50 milliondan oshiq pulimiz bo'ladi, boshqatdan quramiz akalar. Xudo xolasa, mana shu videoda yetib boramiz o'shangacha. Amir Richardson travma bilan 3 ta o'yin o'tkazib yuborar ekan. Konferensiya ligasida o'yinimiz bor akalar. Shamrock bilan o'ynaymiz. Rolando Mandragora следующий матч хочет попасть в стартовый состав. Hop, mayli tushiraman asosda bitta Mandragora. Ataksani ham sotishimiz kerak edi. Uyimizda Shamrock bilan o'ynaymiz ekan. Shamrock Rovers. Mandragora qanisa. Ochishga o'rnidan zomma olib qo'yamiz bu yoqqa. Mandragorani Yatisonni qo'yamiz. Mana buni ochamiz. Xo'sh. Piccoli bilan Goodmanson. Qizim bo'ladi. Boshladik. Mash tarkib bilan. Hop akalar. O'zingizlarda nima gap? Charchamay yuribsizlarmi akalar? Menda tinch. Faqat shu akalar videoga like bosmayapsizlar, kommentariy yozmayapsizlar. Sizlarning kommentariy, like'lar bilan men bo'y bo'lib qolmayman akalar. Menga prosta motivatsiya beradi-da. Prosta ishlashim uchun meni kimdir ko'ryapti ekan, kimdirga like bosyapti, kimdirga qiziq ekanman degan fikr keladi xolos. Shu bilan yangi videolar qilaman akalar. Sizlardan ko'p narsa so'raganim yo'q akalar. Voy, ana urib ketdi. Ko'rdinglarmi sizlar? Like bosmayapsizlar. Bu ham yutqizyapti. Yanvargacha haydab yuboradi-da bu turishda. Qachab ikkita amallab durang qilib turishim kerak. Boshdan bo'lmadi. Hop, demak, sirazi nimalarnidir o'zgartirib tashlashimiz kerak. Piccolining o'rniga Kuamani qo'yishdi. Goodmanson yaxshi. Fagiolining o'rniga qo'yamiz, uchinchini o'rtaga ochamiz. Bizda atakushi bitta Depay. Depay. Mana qanotda Goodmansonni o'rniga qo'yamiz-da. Goodmansonni boshlaymiz. Ana endi bo'ldi. Hujumni yangiladik akalar.
urib qolar endi. Konferensiya ligasida ochko kerak, ochko olishimiz kerak. Ana bir akalar, Vitinha, voy. Orqasidan olib ketdi-ku. 2-2 qilinglar endi. Vay. Romaskanmi? 86-87 o'zi tugadi-yu. Vay, yutqazib qo'ydim yana. Yana yutqazib qo'ydim. Va, anular haydab yormasa bo'ldi-chi, bizani-chi. Haydab yormasa bo'ldi akalar. U yoq yanvargacha borib olsa bo'ldi. U yog'i obod bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bizimizda yutqazib urish jonga tegdi akalar, boru. Parma bilan o'ynayotganmiz. Jeko nima deyapti? Pashole, sanga balo bormi? Qariya, 39 ga kiribsan. Pensiyaga chiq. Yo tushirib qo'yaylikmi Jekoni? Bir nimani qoyil qilar. Jeko bilan Piccoli o'ynasin chiqam. Yo Vitinha o'ynaydi Piccoliga o'ynaydi. Hop. Bo'ladi. Hop, unga Lamptini o'ynataylik. Chapga endi yanvarda olamiz chapga. Hozirgi holatda dublyordan ham o'yinchoq o'ynatib bo'lmaydi. Ahvolga qara, o'zi yutqizib yotibsan-ku. Bosh bolani qo'yasanmi? Parma bilan o'yin boshlandi akalar. Shuni yutib ketaylik. Yana qo'yib yubordik. Patrik Kutroni urib ketdi akalar. Gol urlaring. Birinchi taym tugadi. Roma degan. Birinchi taym tugadi. Voy, Gosens charchadi. Gosensni kim o'rni o'ynatamiz endi? Romeroni qo'ysa bo'lmaydi, u centralniku. Va, u Mamut o'ynash kerak. Mandragorani o'rniga chapga qaysini qo'ysa bo'larkan? Dodoni o'ynatamiz bu chapga. O'ynaradi lekin. Vitinhani ahvolini qara. Ishongan tog'da kiyik turmas akalar. Nechiya? Xatyabi nechiyaga o'ynaylar? Yana mag'lubiyatmi? Yana mag'lubiyatmi? Yanvargacha 17-18 bo'lib turaylik, hatto 20 ga tushib ketmasdan, urlaring. Ya, bo'q bosganlar. Chichqoqlar. Yana yutqazamizmi, Yana yutqazdik. Akalar. Vay. Bular точно haydaydi meni. Yanvarda shuncha pulga men transfer qilaman deb plan qilyapman. Bular haydab yuboradi bu turishda meni.
O'ynama, Edin Dzeko. В настоящее время рассматривается как ключевой игрок. O'ynayman deyaptimi endi? Mandragora o'ynaysan. Dzekoga balogon. Qo'ydim, balo ham qila olmading-ku. Robin Gosens travma oldi. Voy, chapda kim o'ynaydi endi? Anaqada bormi rezervda chap qanot himoyachi? Bor ekan. Mana Nicolo Fartini. Olamiz buni. Hop, kim o'rniga olsa bo'ladi? Luka Romero'ni o'rniga olamiz buni. Lucas Romero. Bo'lmashni o'ynatamiz. Oti nima edi? Nicolo Fartini. Chap qanot to'shani o'ynatamiz. Balonia bilan oktyabr, noyabr, dekabr 2 oy 2,5 oy chidab turinglar endi. Qayda bormalaring? Qani Fartini. Qani ketdik bo'lmasa kerak. Mana shu endi hech bo'lmasa necha aqib olish kerak. Uyimizdami Balonia bilan Baloniamidi o'zi? Ha, Balonia bilan edi. Uyimizda ekan. Xatiyami necha aqib olishimiz kerak, lekin o'yin ahvolini qaranglar, to'pga egaligini qaranglar, 63 ga 37 o'yotibdi. Ana urban ketdi, Vlashich. Urib ketdi-ku. Ikki Chiroy Mobili. Yoki tonirovka qildirmagangiz nima bo'lyaptimikan, akalar? Tonirovka qilsam sal kuchayarmidi? Yana yozda anaqa tarkib yig'ishga xato qildimmikan, ha? Tarkib yig'ishda xato qildimmi o'chirdi. Yanvarda boshqatdan tartib yig'amiz akalar. O'zimizga cho'tki qilib o'yinchilar yig'ib olamiz. 3-0. 3-0. Chunki bitta g'alaba kerak edi hozir. Chop bo'lyapti bu. Bundan keyingi o'yin adashmasam konferensiyalar ligasida bo'ladi. O'shda nimadir qilishimiz kerak, hech bo'lmasa-da. Mana bu ligadagi pachani yuvib ketadi-da. Ligada pachaqillik bor-ku. A seriyani kuttiga tiqdik. 20-o'rindagi komanda bo'lib yuribmiz. Bitta g'alaba, bitta durang. 10 ta mag'lubiyat. Bunaqa rezultat Fiorentina tarixida bo'lmasa kerak. Ciro Immobile eng yaxshi o'yinchi. Faqat haydab bormalaring. Ryan Yates nima deyapti? O'ynayapsan-ku, yayapman. O'ynayapsan-ku. Shundoq ham.
Seni o'ynataman deb olib kelganmanmi? Endi ikkita o'yinda bittasida rotatsiya qilamiz-da o'yin. Komandaning ahvolini ko'rib turibsan-ku, jumbosh. Yutqizayotimiz. Komo bilanmi? Komo ham kuchli edi. Davirani qo'yaylik, necha foiz ekan? 46 ekan. 46mi? 46 foiz. Смена сохранения вашей деревья таланты создайте заново. Не потрачение. Варианты. Bizda vakansiya yo'qmi? Kim oladi yutqizib yurgan trenerni? Dodo. Xo'sh, akalar taktikani yana bir o'zgartirib ko'raylik. Taktikani. Mana shunday qo'yib ko'ramiz. Qani anavi? Partini. Mana. Mandragora. Partini. Ambitga Pangrachic o'rniga. Pangrachic Pereirani o'rniga. Xo'p, Yates Pereirani o'rniga. Bu yerda Vitinha emas. Bu yerda Zom o'ynaydi. Jeko emas, bitta Piccoli o'ynaydi. Atak Zom o'rniga Maduro qo'yishgan bo'lar. Tekmiyada Richardson bor ekan. Richardson ne o'ynamadi? Biz emas-ku bu bizni. Amalan bizga qo'yayman hozir. Men bilan o'rniga surib, men buni bizga qo'yaman. Ana bundoq qilsa bo'ldi. Mandragorani kayfiyati yo'q. Zanu bor edi. Motorni. Ramiro. Mashina qo'yamiz. Bo'ldi. Ketdik bo'lmasa. Komoni yutsa akalar. Daviriyani sal tiklab olamiz. Ash Daviriy 0 ga tushsa, sraz haydaydi. Hozircha 46 ekan. Daviriyani tiklash kerak akalar. Xatyabi durang qo'yib olish kerak. Mehmonda ayniqsa. Hozircha yaxshi ketyapti. Teng o'yin bo'lyapti. Bittani zarba berdik. Rodriguez qizil oldi. Komodan qizil oldi. Endi ham yutolmasak yot bo'ladi. Voy. Marata. Qiyshiq tepmaysanmi ya? Voy, Piccolining ahvolini qaranglar. Fazinini qo'yamiz o'rniga. Depayni o'rta hujumda. Depay tugatib qo'yaradimi? Uni Jekoni qo'ydik. Jeko qariya shu qutqarib ketmani. Yanvarda bab ketasan. Qutqarib ket. Bitta kam bo'lib, ko'p bo'lib ham yuta olmasligi. Bitta ko'p o'ynab yutqazib qo'ysak sharmanda-da. Urlar endi. Vay. Mana bu mollarni qaranglar. 3 tani zarba bilan gol ura olmayapti. 9 ta zarba beribdi. 4 tani zarba bo'ldi. 5 ta gol olganmiz.
Bitta bur yaxshigina. Vay, ko'tda bo'qlar Romada. Yutqazib qo'ydi yana. Yana yutqazib qo'ydik. Shu yanvargacha yetib bora olmaymiz bu turishda. Hamma tomonlama ustunlik bizda bo'lganda. Men Romani tushunmadim. Davigan ko'rdim. 44. Vay, chort. Beşiktaş bilan o'ynayotganmiz keyingi turda. Anaqada. Konferensiyada. Черт, менеджеры, что нima deyapsiz? Игрок сомневается в вашей способности добиться положительного результата в предстоящем матче. Улучши репутацию своего менеджера, чтобы завоевать уважение и доверие сами вести игроков в команде и гарантировать, что в будущих матчах они сыграют на пределе своих возможностей. Что-то oxirgi o'yin bo'lyapti shekilli. Yo, men bilan asosida tushmoqchi shekilli adashmasam. Qani boyaga esimizda Kuame. Qani Jekolarni gapi, u menimcha anaqa dedi-da, boru. Hurmat qilmayapti-la menimcha. Ishonmayapti menga demoqchiman. Anaqani oshirish kerak-da, lekin menda ochko kamda, men buni oshirish kerak. Mana men buni pakubka qilishim kerak, lekin anaqa ochko kam, mana 1 ochko turibdi xolos. Har bitta ochkosi 2 anaqadan beriladi, har bitta kuchaytirish. Buni kuchaytirishimiz kerak. Mana men bitta 3 ta to'rtta olganman. Taktikani kuchaytirishimiz kerak. Buni nima qilishimiz kerak, lekin iloji yo'q-da hozir. Gapirganlar kim edi? Jeko bor edi, Depay bor edi. Mandragora hamda uchinchisi kim edi? Kimdir ham bor edi. Endi nima qilay endi? O'zlaring yuta olmayapsanlar. Trenerovskiy ochkoga menga g'alaba kerak. G'alaba qancha ko'p bo'lsa, ochko ham ko'p bo'ladi. Anaqa kuchaytirishim mumkin bo'ladi. Davay Beşiktaş turib kelaylik Turkiyada. Gol! Memphis Depay. Bruno Lakal oldinga chiqib oldik. 2-0 Depay dubl. Qachon oxirgi marta 2 ta gol urganimni eslolmayman. 3-0mi? Yo'q, Romada. 2-1. Kalla tashlash boshlandi-yu. Hop, Depay yaxshi. Kamutso xato qilyapti endi. Mayli. De Gea o'ynagin endi yaxshilari.
Shu o'yinni ichida tarkib almashtirib bo'lmaydimi? Anaqani kutish shartmi? Birinchi taymda faqatmi? Boshqa iloji yo'qmi? Mana bu tactical change bo'lishi kerak, ne bo'lmayapti? Reyting, statistika, boshqa o'yinlar, tarkib o'yinchi almashtirib bo'lmaydimi boshqa payti? Bo'lmas ekan shekilli. Bo'lmas ekan. Nega boshqa payt alishtirishimiz kerak-ku natijaga qarab, ne unaqa? Sakson 4-daqiqa akalar, g'alabani ushlab qolinglar endi. Zo'r bo'lardi, lekin mehmonni yutib kelsak boru. Konferensiya ligasida. Yutdik akalar, o'yin tugadi. Birinchi taymda kiritilgan gollar hisobiga yutdik va nihoyat yutdik akalar. Mavsumdagi ikkinchi g'alabamiz. Bittasi A seriyada, bittasi konferensiya ligasida bo'ldi akalar. Xo'p, yaxshi. Richardson assist, ikkovida ham Depay gol. Eng yaxshi o'yinchi Memphis Depay. Ana bo'larkan, o'rin 2 bo'ldi. Ana trenerskiga anaqadan 2 ta berdi. Kuame nima deyapti? Bu ham o'ynash xohlayapti-da. O'ynaysan, sabr qil. Hujumchini ko'paytirib yuboramiz-da, akalar rostdan. Endi anoni qilsak bo'ladi. Mana bundan bu qaysi ekan bu? Специальный по защите. Mana buchi. Texnik специальность. Buni nima bo'lmaydi? Nima bilan olmaydi? Mana bundan olish kerak ekan. Voy, olamiz. Lekin 46 ga chiqdi yana. O, Juventus bilan comeback boshlandimi yana? Mana Jekoni qo'yamiz. Hop, Aporniyda ikkalasi bo'ladi. Boshqa Aporniy bormi yana? Gosens qaytibdi. Gosens Vitinha Nandi Kuame'ni o'rniga. Kuame travma oldi. To'g'ri o'rniga mana buni qo'yamiz, 76 ekan. Richardson o'rnida o'ynaydi. Bo'ldi, ketdik akalar. Juventusdan ochko olsak, omma asal ish bo'lardi, boru. Juventus. Ustunlik hozircha Juventusda. Ana Ruben ketdi. Jonathan David 2-0. Endi Juventusda akalar, nima kutuvdinglar mendan? Uchunul yana David Mopenda. Bu Juventus tarkibda hozir. Birinchi taymni o'shtirdi. Gosens qo'yamiz. O'nkiraga, chapkiraga, o'nkiraga Lempkini qo'yamiz. Kraytega oldi. Hop, Fazinini qo'yamiz. Piccolini o'rniga. Camuzoni o'rniga Pereirani qo'yamiz.
va Jekoni o'rniga Vitiniyani qo'yamiz aka. Keyin Kavigliani qo'yamiz Richardsonning o'rniga. Voy, nechta almashtiramiz? 5 ta almashtirib bo'ldimmi? Mayli aka. Bo'lgan bu o'yinni qutqarib bo'lmaydi, tagiga oldi bu o'yinni. Noyabrga o'tdik akalar. Endi bir nima qilib noyabr, dekabrdan 2 oy o'tkazsa, yanvardan jamoani boshqatdan quramiz akalar. Chunki yozgacha e'tibor olmaymiz aka, tarkibni kuchaytirmasak. Yozgacha e'tibor olmaymiz. Ikkita markaziy himoyachi, bitta olsak ham mana Pereira, Pangrachic va o'shalar bilan almashib o'ynaveradi. Bitta zo'ridan olsak, bitta chap qanot himoyachi olishimiz kerak. Bitta o'ng qanot olishimiz kerak, chunki Dodo ham ketadi, ana to'g'rimi? Keyin markazga olamiz bitta 80 dan yuqori reytingli yaxshi futbolchi olamiz. O'tgan gal Iskon olmoqchi edim. Yoshi ham 34 ga borib qolib degan Depay oluvdim keyin hujumchi. Depay yaxshi o'ynayapti. Endi unga ham orqasida yaxshi yarim himoyachi bo'lish kerak edi. Yanvarda zo'r yarim himoyachi olamiz akalar. Keyingi o'yinimiz kim bilan ekan? Pablo Mari. O'ynaysan sen ham, sabr qil. Yetmish zashtamiz bor ekan. Ferenc Farrosh bilan o'ynaymiz ekan. Anaqada konferensiyada ekan. Yana mana shu uchalasi. Dovdirmisanlar, men buni oshirishim uchun menga anaqa kerak, ochko kerak. Menga shubha qilyapti kim ola. Улучшение физиотерапии, подготовки. Nega bunaqa? Ferenc Farrosh bilan mehmonda ekan. Krasniy qo'yilib. Qani bu qas? Kimadi? Ana. Mana ko'rsatadi. Qani boshladik akalar. Ferenc Farrosh. Yutamiz buni ham akalar, xudo xolasa. Mana shu videoda yanvargacha boramiz, transferlarni qilamiz. Keyin bitta-ikkita o'yin o'ynab tugatamiz akalar. 1 soatlardan o'tib qoladi bu video. Kanichovskiy ketdi, Bruber kim urdi? Edin Dzeko. Endi Dzekomi bu Dzekomi. Qanaqa bu? Men Dzekoni qo'ymadim. Deneko. Voy. Atsa gol bo'ldimi ekan? Menda bilan o'yinchi yo'q-ku. Dzeko shunaqa yozdimi ekan? Deneko. Hozir birinchidan tugasa bilib olamiz ekan. Dzeko ekandi. Deneko deysan yomanga. Edin Dzeko. O'rniga Depayni qo'yamiz. Chunki charchab oq qopdi akalar. Pikkolini o'rniga Vitiniyani qo'yamiz.
Rolando Mandragorani ham olish kerak ekan. O'rniga Richardsonni qo'yib, Kaviglia bilan Richardsonni oldinga chiqarsa qana bo'lar ekan? Qani to'g'ri qo'yamiz. Richardson Krastev yaxshi o'ynayapti ekan. Krastevni chetda o'ynatamiz shekilli. 51 bo'lgani bilan boqsa odam bo'ladi. Yana bitta uringlar endi. Leviola bu akalar Fiorentina'ning laqabi. Laqabingga laqabim sanlani. Qo'yvordi-ku. Varga. Tenglashtirlar endi. Depay. Mana ne umidlar bilan 21 millionga sotib olganman. Qarama yo'l. Roma diye öyle. 2-1 yutqazdik. 2-1 yutqazib qo'ydik akalar. Ferenc Varrosh. Krastev assist bergan ekan Jekoni goliga. Krastevni cho'ta anaqaga kiritamiz shekilli. Zaxiradagi o'yinchilarga. Yaxshi meni bo'shatib yormayapti. Anaqa vaqt berish to'g'riligini bildi shekilli rahbariyat. Vaqt bergan to'g'ri-da akalar. Trenerga vaqt berish kerak. O'zini ko'rsatishga qo'yib berish kerak. Sekin o'ziga kelib oladi akalar. Voy, lekin Daveriyadan bir nima deyapti. Daveriya 42 ga tushib ketdi. Roma bilan voy, omad kelmagan payti anaqalar bilan o'ynatadi. Bari kuchli komandalar bilan qo'yib beradi. Biz endi davom etamiz. Yanvargacha yetib olsak, sizlar bilan chotki transferlar qilamiz akalar. Sizlardan iltimos akalar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, kommentariy yozib fikrlarni bildiringlar akalar. Mana ertalabda gol ham qo'yib yubordik akalar. Ferguson ketdi. Vano Brightondagi bola, to'g'rimi Ferguson? Romaga o'tgan. Ana kino. Hali shunaqa komanda qilaman. Keyingi mavsumga Chempionlar Ligasiga chiqishga harakat qilamiz akalar. Yanvardan boshlasam o'zgartirishni. Keyingi Chempionlar Ligasiga chiqishga harakat qilish uchun bu yil anaqada qolish kerak edi. Ligada qolish kerak. Hozir 20-o'rindaman. Krastev zo'r o'ynayapti-yu, charchab qolyapti-da, buni trenirovka qildirish kerak. Richardsonni qo'yamiz. Mandragora ham oq qopdi-yu. Mari charchabdi. Dodoni qo'yamiz. Depayga qo'yishga qo'ydik. Vitiniyani qo'ya olmasak kerak. Bo'ldi, 5 ta almashtirdik. Piccoli qoldi. Caviglia qoldi. Mayli. Сразу кинулу. Он to'rtta zarba beribdi Roma,
to'rttasi aniq. Bizda 3 ta zarda 2 tasi aniq. Ya'ni davriya yana tushib ketadi-da hozircha. 38-39 tushib ketadi. Shuni o'zi yutqazishimiz ham anaqa bo'lmay qoldi. Hayron qoldirmay qoldi. Kimdan olsa bo'larkin, akalar? Yetib bora olarmikimiz hech qilib yanvargacha. 3-noyabrda yurimiz hali. 5-6 6-noyabr keyingi o'yin Lazio bilan ekan. Igrok mesej. Biz Depayni tanlagan bo'lardik. Depay optirosda. Memphis Depay noyabr oyining oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Nima deyapti u? Favorite manager Messi ligi Serie A. Bu A seriyada dekabr oyining eng yaxshi murabbiyi menimcha. Kiev Inter'niki Genoa'niki Patrik Vieira, Atalantaniki Ivan Juric. Hop, kim olar ekan? Atalantaniki Ivan Juric olibdi. Atalanta birda ketyapti-da, akalar. Oladi-da birda ketgandan keyin. Shu Krastev zo'r o'ynar ekan, lekin necha yosh ekan? 22 yosh ekan. Biz trenirovka qilaylik. Shu trenirovkani har hafta qildirish kerak. Esimdan chiqib qolyapti trenirovka qilish. Ana Matias Vitti 76 bo'ldi. Markaziy himoyachi. Ana mashina o'ynatsa bo'ladi. Dodoga ham ozgina qoldi. Dodo ketadi. Kavigliyaga 8% qo'shildi. Piccoliga 8% qo'shildi. Yateska, Mandragora, Gudmundsson. Trenirovkani foydasi katta-da, trenirovka qildirib kerak. Yaxshi o'ynab ketadi shunaqada. Pablo Mari. Meni davomli bo'lasan, o'ynayapsan-ku. Keyingi o'yin Lazio bilan. Lazio to'g'ri tushda o'ynar ekan. Lideri Matteo Gendouzi ekan, Alessio Romagnoli. Xo'p, mayli. Uyimizda o'ynayotganmiz. Rolando Mandragora, Krastev o'ynashdan yaxshi o'ynayapti. Chekoni o'rniga Depay qo'yamiz. Bo'ldi, boshladi. Lazio yutib qo'ysiga akalar. Lazio kuchli lekin. Birinchi taym 0 ushab, ikkinchi taymda amallar bir nima qilib bitirib olsak bo'ladi. Talpa qilib olib borib.
Atak hozir o'yin yo'q lekin. Ana senga 0. Ana senga 0. 1-0. Gosens. Chapdan o'tganu bolachani olganim yo'q, olmagan edim. Zahiraga. Dodo o'ynarmikin chapda? Chapda o'ynamasa ekan. Lempi o'ynaydi lekin. Lempini u yoqqa, Dodoni bu yoqqa qo'yamiz. Richardsonni qo'yamiz Cavaliani o'rniga. Cavigliani o'rniga. Keyin anu zashta bordi, olmagan ekanman. Matteo Vitti. O'shani ham olish kerak, anaqaga o'ynatish kerak. 23 yosh ekan. Yanvardan o'ynatamiz. Umuman boshqa tarkib, boshqa qilamiz yanvardan. Uruydi endi. Ya bu odam bo'lmas ekan bular. Bular odam bo'lmas ekan. Imkonim bo'lganda hammasini haydab borib boshqatdan tarkib yig'ardim. Nima o'zi transferlarga 1 oy beradi xolos yanvarda. Yana mag'lubiyat. Sizgina yomg'irda shuncha odam ketdi. Birortasini hurmat qilmadi bu lattalar. Uyida yutqazib o'tiribdi. Atak birinchi marta emas bu. Qaranglar, oldin 45 ming, 47 ming odam kelardi. Hozir 31 ming odam ketdi. Anaqasi tegarkanda zarari. Bilinarkanda muxlislarning kelishiga. Yutqizib o'rgandan keyin yutqizayotgan komandani kim ko'rgisi keladi, to'g'rimi akalar? Vitinha o'ynayapsan-ku, Viti, nima deyapsan? Bunga anaqamiz yo'q-da. Oltinimiz yetmaydi bunga. Arzoni 400 oltin ekan Kamvala. Undan Kamvalani puliga u 400 ga nabada Kamvalani 1 million 2 million olsa bo'ladi. 71 anaqa ekan. Inter bilan o'yin qachon ekan? Bugun 20:00 ekan. Giuseppe Meazza'da. YouTube kelsa-ya. Xo'p, Kuameni asosiyda qo'yamiz. Yana Richardsonni qo'yamiz asosiyda. Chapga himoyaga anu bola bor edi, qani? Xo'p, sentralniga Vittini qo'yamiz. Chapda anu bola kim edi oti? Fartinini qo'yamiz Gosens o'rniga. Jekoni o'rniga men bitta yosh bolachani olib qo'yamiz. Depay qo'yaylik mana. Mashi bolalar YouTube kelsa-ya, Inter aralash tarkib. Bir nima bo'ladi hozir.
Bir nima bo'ladi hozir? Golli hidi kelyapti akalar. Ana gol. Turam. Bu o'yinchilar bilan men qasamol qarish qiyin. Bu landaurlar bilan nimadir qilib bo'lmaydi. Kuameni o'rniga Depayni qo'yamiz. Kuame bir ish qoyillatmas ekan tushaman do'raga. Vitinani qo'yamiz. Pitkorini o'rniga. Do'stim qo'yamiz. Partini o'rniga gol qolgani yaxshi. Yana mag'lubiyatmi ekan? Afsuski yana mag'lubiyatga qarab ketyapmiz akalar. Yana 1.5 oy qoldi. 1-1. 80-daqiqada Memphis Depay 1-1 qosami. Mehmonda Inter bilan. Voy! Yo'q! Gudmundsson 2-1. Interni yutdik akalar. Interni yutdik. Mehmonda akalar. Vau! Bu-chi, bu nima degani bilasizlarmi akalar? Bu daveriyani oshiradi degani bu. Daveriyani oshirish degani bu akalar. Komandada qolaman degani bu. Ana hayda olmaysanlar. Interni yutdik-a. Interni yutdik. Opt 43. Kutilmalarga javob bermayapsan deyapti. Ne отвечает ожиданием. Kutilganga javob yo'q. Kutilgan anaqaga atvet qilmayapsan deyapti. Nima qilay endi? Komanda latta bo'lsa nima qilay? 15 ta o'yinda 7 ochko olamiz akalar. 2 ta g'alaba, 1 ta durang. 20-noyabr ekan. 1 oydan sal ko'proq qopti akalar. Mainzni ham yutsa zo'r bo'lardi akalar. Uyimizdami? Yo'q, mehmonda ekan yana. Ne uyimizda o'ynamayapmiz bular bilan? Pasholay uchalang ham ketasan. Haydayman uchalangni ham. Depayni ham sotaman. Dodoni o'zi sotib yuborib bo'lganman, ketadi. Yanvar bo'lsin, Depayni ham sotuvga qo'yib yuboraman. Menga unaqa trenerni hurmat qilmaydiganlar kerak emas. Mainz bilan mehmonda 2-gida 6-ochko bo'lardi agar ana 6 ochko qilgan bo'lardik. Hozir ochkomiz bor. Rasmiy turgan bo'lsam konferensiya ligasiga. Uni ham bir anaqasini qo'yib qo'yish kerak tablichasini. Bitta yutdik-da, Beşiktaşni kimdir yutdik. Ya Beşiktaşni birinchi o'yinimizni yutdik. Ana Bruno. Kimni yutdik? Birinchi turda. Kim bilan o'ynadik-da, xolos. Ha, Shenrotni yutdik adashmasam. Birinchi o'yinimiz. Hozir ko'ramiz ekan. Hozircha 1-1. Hammasi yaxshi ketyapti, charchaganlar bor ekan. Mandragorani o'rniga
Bizda Gatich bor. Ana bola yaxshi o'ynayapti, Krasti degan. Dublni oluvdim zaxiradan. Anaqadan rezervdan. Har bir ochko juda ham muhim akalar. Biz qaytib olishimiz uchun ochkolar muhim. Tezroq reyting to'plab, tezroq ochko olib, ana uni trenerga kuchaytirishimiz kerak. Ur qani. Ur endi oxirida bitta. Ur. Bir qolarmikan a? Bir qoldi akalar. Bo'laveradi. Safarda mag'lubiyatdan ko'ra normalniy lekin. Lekin safarda yaxshi o'ynayapti. Inter yutdik-ku. Boshida bitta g'alabani ham mehmonda qiluvdik. Biz mana shu konferensiya ligasidagi anaqani ko'rib qo'yaylik. Videote tablitsani, turnir jadvalini ko'rib qo'yaylik. Angrachich. O'ynaysan, sabr qil. Hammani birdaniga tushira olmayman-ku. Kalyari bilan ekan. Kalyarini yutsa bo'ladi akalar. Bizlar Nambetdan ligani tanlasak. Voy, nima bu? Konferensiya ligasini qayerdan topaman? Международный континенталь кубки. Mana. O'taqligi. Qanaqasi yo'qmi? Tablitsasini qayerdan ko'raman? Bu raspисание-ku bu. Mana. Fiorentina qani? 21-o'rinda 4 ta o'yin, 4 ochko, bitta g'alaba, bitta durang. 2 ta mag'lubiyat. Mana 24 talik chekirib olsa bo'ldi. Yana bitta g'alaba bilan sal teparoqqa chiqib olar ekanmiz konferensiya ligasida. Hop, Krastev charchab qopti, Yakov qo'yildi o'rniga. Mandragorani anaqasi yoqmayapti-da, basharasi yoqmayapti. Piccoli sarig'olli jumbosh. O'lsin endi Kalyarini uyimizda yuta olmasak endi yig'ishtirib qo'ya qolaylik futbolni, Depay urdi ana. Bularga jora turish kerak shekilli. Yana bitta bo'lsin. Men Piccolini ham qachon gol urganini bilmayman lekin. Yana bitta gol bo'lsa sal xotirjam o'tirardim-da.
Va 1-0 ga yutdik akalar. Fiorentina navbatdagi g'alabasiga erishdi. 10 ochko bo'ldimi akalar shunda 3 ta g'alaba, bitta durang. Inter ham yutadiga. Va Inter bilanmi? Menimcha shu bilan. Hozir ko'ramiz akalar. Hozir ko'ramiz akalar. Ha, shu bilan ekan. 3 ta g'alaba, bitta durang, 10 ochko. Atak ja uzoqlashib ketmadik. 19-o'rinda 11, 18-da 13, 17-da necha ochko? 17-da 15 ochko. Ja uzoq emas, yetib olsak bo'ladi ikkinchi davrada. 27-noyabr ekan, bir oy qoldi xudo xolasa. Dekabr o'tkazib olsa Udineze bilan ekan. Mana shunaqa komandalardan ochko olish kerak akalar. Keyin yaxshi bo'ladi. Vitingani qo'yamiz Pikkolini o'rniga. Xo'p, Udinezeni enalarini ko'rsatib o'ramiz akalar. Xo'p, mana shu o'yinni ham yutib olsak lekin zo'r bo'lardi-chi. Ketma-ket g'alaba, duranglar. Anu Davire ham ko'tarilib qolgandir, bir 50 ga borib qolgandir. Inter yutdik, Mainz bilan durang o'ynadik. Bundan oldingi turda Cagliarini yutdik. Va endi Udinezeni ham yutsak ulug' ish bo'lardi. Gudmundsson charchabdi, lekin постоянно asos tarkibda tushib 90 minut o'ynayapti mana shu bola lekin. Har doim reyting yaxshi bo'ladi. Gudmundssonga. Ne urmayapti-kini? Urib ketishdi Bertola. Endi komanda o'ziga kelyapti-ya. Yana uyimizda yutqazib qo'yamiz. Yutqazdik. Ado bo'ldi, ko'p bo'ldi. Uyimizda yana yutqazib qo'ydi. Bu mavsum agalar pastga tushib ketib qolmasa bo'ldi. B seriyaga tushib ketib qolmasa, qayda bormasa, xudo xolasa keyingi mavsum yoramiz akalar. Va 28 ming odam kiribdi xolos. Komandani ko'tiga tiqyapmiz. 1-dekabr va nihoyat oxirgi oy. Sassuolo bilan Davirenechi bo'ldi ekan. 41 ga tushib ketibdi. Chort. Ekansen bo'sh. Sassuoloni mehmonda ekan. Va uni yutish kerak edi-da, Udinezeni bor.
Vнимание! Sassuolo bilan mehmondagi o'yinimiz akalar, mana shu o'yinni yutsak 13 ochko bo'ladi akalar. 17 o'yinda 13 ochko. Hali ham haydab bormaganiga rahmat. Rahbariyatni o'rnida bo'lganda davno haydab borardi. Bular ishonyapti menga, oxirigacha ishonyapti. Voy ana, urban ketishdi. Chunki yanvargacha yetib bormayman. O'zi bir oy qoldi. Bir oy haydab borishmasa. Ana 2-0. Shayni tugatib oldik yana. Xo'p, Depay o'rniga Kuameni qo'yaylik. Chapga Gozens charchatdi. Dodon charchatdi. Bo'lni qolganlar charchaganda qoldi. Ikkolini qo'yaylik, bitimani. Haja bitta ur. Ana akalar ko'rdik Kuame. 3-1. Ular ham urishdi. Biz yana urdik. Gudmundsson. Yana bitta uringlar endi. Ya, landa urlar olmadi. Urlar endi. Urolmadi. Va, ikki yutqizdik-ku. Lekin ikkita gol urish ham yomon emas. 3 ta gol qo'yib olmaganimizda yutardik. Qorabog' bilan o'ynayotganmiz. Qorabog'ni yutish kerak. Uyimizda o'ynayotganmiz. Qorabog'ni yutsa 7 ochko bo'ladi konferensiya ligasida. Hozir 4 ta o'yindan keyin 4 ochkoyimiz bor. Bu 5-o'yin. Italiya Kubogida Inter bilan tushamiz. Yanvarda o'ynasak bo'ldi. Eplab olamiz. Dekabrda o'ynamasak bo'ldi. Qachonligini ko'rmayman qachonligini. Yaxshi 12-dekabr. Daveriya qanaqa daveriya? Daveriya 38. Yutish kerak emas, Qorabog' bor. Qorabog' yutish kerak, nima qilib bo'lsa ham. Qorabog' Ozarbayjonning komandasi. Mashni yutib olsa, xudo xolasa, konferensiya ligasidan ham sal teparoqqa chiqib olamiz. Hozir 21-o'rindamiz. 24 ta komanda keyingi bosqichga chiqadi. Urdik. Nadour. Tushirgan o'yinchilarim uryaptilar. Ora-orada tushirganlarim. Bu postoyanno tushirganlarim parod qilyapti.
Hop. Farkinini qo'yamiz. Gosens o'rniga. Dodo o'ynashini. Bo'ldi. Qolgani yaxshi. Gudmundsson charchab qolib ketdik golini qo'yamiz. Vitinha o'ynaveradi. Kristian o'rniga Angela qo'ydi. Davay. Yutamiz. Mashina yutsa lekin Davide ham bomba bo'ladi. 38 ga tushib ketgan lekin yuta olmasa pachog'i chiqadi. O 2-0. Doğrudan dubl. Endi g'alabamiz tayin ekan. Agar shundan ham ochko yo'qotsa pachog' bo'ladi. Mana 3-siga, akalar 3-siga. Nima deylar? Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar akalar. Sizlarning duoinglar bilan ishimiz obod bo'lib ketadi. Yutdik akalar 89-daqiqa. Qancha odam kirdi ekan? Menga o'sha qiziqdi. Qani. 18 mingta kirgan bo'lsinmi? 42 mingta kiribdi. Malades. Ana shunaqa to'ldirib o'tirib tursalaring, yutaveramiz akalar. Lil Feyenoord 5-1 qilibdi. Genoa bilan yaxshi. Rasa vaqtida bo'ldi mana shu o'yin bor. Genoa'ni yutib olsa, Davide 39. Bitta yutqazdan 3 to'g'ri tushib ketyapti, bitta yutsam bitta chiqyapti xolos. Biz anoni ko'rmoqchi edik. Mayli keyin ko'ramiz. Turnir jadvalini konferensiyada. Genoa'ni yutib aksiyoni ko'paytirish kerak degan joyimda gol qo'yib yubordik. Lekin 35 ga tushib ketadi, hozir yutqazib qo'ysa. Haydab yuborishi mumkin. Ana 2-0. Ulan tarkibini ko'raylik. Kolombo. Ana Vitinhani shulardan olganmanda Jumbosh o'ynamay yuribdi. 6-6 bal otdi. Richardson anaqami sentralmi bu? Ikashaqibdi. Xo'sh, hozir to'g'ri bu yoqqa surib, Richardsonni bu yoqqa chiqarib, to'g'ri bu yoqqa qo'yib, Richardsonni o'rtaga qo'yamiz deganmi? O'rtaga ana o'tdi. Bo'ldi. 2-3 comeback'ga harakat. Bunaqasi bo'lmasa kerak akalar, nima deylar?
Nega bu gol urolmayapti bular? Xo'sh akalar, nima qilamiz bular yutolmayapti-ku yana. Cho'q. Va urdik akalar. 2-1 qildi. Gol surdi. 2-2 qilgan endi. 2-2. 2-2. Piccoli 90-minutda urdi. Bo'ldi, tugadi akalar. 2-0dan 2-2 comeback qildik. Zo'r bo'ldi akalar. Yaxshi zo'r bo'ldi. Menimcha dekabrdagi oxirgi o'yin edi bu. 19-dekabr yana bitta bo'larmikan? 15-dekabrga yana bitta yoki ikkita bo'ladi hali. Yomon emas. 11 ochko. Konferensiya ligasida o'ynar ekanmiz. o'n 19-dekabr. Bu konferensiya ligasidagi. Xo'p, shu bilan mana shu oxirgi o'yin ekan bu yil hisobidan. Keyingi yilgi 9-da pizza bilan o'yin bor ekan. Xo'p, konferensiya ligasidan qani ko'raylik, tablitsani ko'raylik. Xo'sh, biz 16-o'rinda ekanmiz. Yana 3 ta o'yin bor. Liga anaqasida. Atak o'rnimiz yomon emas. Yutsak aka 10 ochko bo'ladi. 10-9-o'rinlarga chiqib olsak bo'ladi. Goodmansinga balabon bu yoqda. Richardson o'ynaydi. Richardson. Mandragorani o'rnida Yates o'ynaydi. Va shu bilan boshladik ekan. Nima dovur yoqib qoldi menga. Konferensiya ligasida nomini bilmaydigan raqibimiz bilan o'yinimiz boshlandi akalar. Rakov bir nima ekan. Va hisob ochilmadi. Boshida urib olish kerak edi. Haliyam birorta aniq zarba bermamiz. Yates sariq oldi. Hop, ikkita qanot vobshe kasha qilyapti. Dodo bilan Gosens boru. Har o'yinda mana shu eng kam balla oladi. Piccoli bilan Goodmansonni tashladim. Urlar endi. Vay, yutishimiz kerak bo'lgan o'yinda gol ura olmayapmiz-ku. Vay, raqiblar urib ketdi. Lekin bir ochko ham yomon emasdi. Ochkosiz qolamiz-mi?
Ha akalar kasha bo'ldi. Konferensiya ligasida 7 ochkogacha qolib ketadigan bo'ldik. Dabbalar yutqazib qo'ydi. Rako Krestochova. Chexiyalik shekilli. Kresmish, Kizes ekan. Kizes. Yutqazib qo'ydik. Bizga haydab yubormagan bo'lsa, 1-yanvardan boshlab xudo xolasa rejalarni joy-joyiga qo'yib, reja qilganimizdek transferlarni qilamiz. Hozircha oyoqdamiz akalar. Reyd anaqa Daveriya Napoli bilan o'yin bor ekan-u. Voy 22-dekabr Napoli bilan o'yin bor ekan. Voy buni yutqizib qo'ysa tamom-da, anu Reyd anaqamiz Daveriya 35 o'zi. Buni yutqazishga vashi haqqimiz yo'q. Xatiyam necha qilishimiz kerak. Agar Interga o'xshab yutib qo'ymasa, Napoli 2 ta zarba berdi. Aniq zarba. 3 ta bo'ldi aniq zarbasi. Yaxshi ham gol urolmayapti. Vay, urib ketdi baribir. Zambo Anguissa. 2-0. Vay, haydab yuboramikan Lukaku ham Napolidan. Voy 3-0. Frankessi. Yana 2 ta qanot kasha, yana shu 2 ta qanot. Vay, tarkib tezroq yanvarda kelib ko'rib chiqmasa bo'lmaydi, vashshi pataq bo'ldilar. Birorta zarba bera olmaymiz. Napoli 6 ta zarba bergan, 6 tasi aniq. 3 tasi gol. Turno. Hoylund. Rasmus Hoylund. Gapirishga til ojiz akalar, bunaqa mag'lubiyatdan keyin hech kim sinib qo'ymasa bo'ladi deb o'tiraveramiz. Turno tugadi. Vay. Tak, mana shu oxirgi o'yin bo'lsin-da chiqib bu yildagi, bu oydagi. Turno, Turno. Hozircha haydagani yo'q akalar. Hozircha oyoqdamiz, lekin Daveriya 30 golga tushib ketdi. Cremonese bilan ham o'yin bor ekan 29-kuni. Mashina yutib chiqib ketsa zo'r bo'lardi lekin.
Akalar, texnik nosozlik sababli bu o'yin boshdan zapis bo'lmadi. Lekin yutdik akalar. 15-mi, 16-mi minutda Depay urgan. 1-0 hisobida yutdik. Bu bizga ancha plus beradi akalar. Ani urovenimiz oshadi, ham o'sha 1000 ochkoga yaqinlashib qolgan edi. Ham ani trenerskiy 35 turgan ekan. Trenerskiy anaqani ham kuchaytirsak bo'ladi. Ochko beradi. Yana 1000 dan o'tdik. Urovenimiz to'g'ri bo'ldi akalar. 2 ochko beribdi. 2 ochkoga nima olsam bo'lar ekan? Biz podgotovka olamiz. Bo'ldi akalar. Transferlarga xush kelibsizlar akalar. Mana bilan kontrakt qilishimiz kerak ekan. Bu dublyordan chiqqandi, to'g'rimi? $1,5 million beramiz. 5 yilga beramiz. Maladoydan первый komanda игрокka olamiz. Давай. Krastev. Bolgariyalik ekan bu. Dimo ekan. Dimo Krastev. Pulimiz 64 million bizdan ketganlar. Pablo Marines Sao Paulo so'rayotgan. San Paulo bo'lsa kerak menimcha. 4 million 532 kelgan buni darrov sotamiz buni. San Paulo ekan. Xo'p. Biz oladigan o'yinchimiz. Bugun Verona bilan o'yin bor ekan. Biz transfer qilishimiz kerak. Bitta yaxshi darvozabon kerak. Dexeyani o'rniga. Dexey ham qarib qopti shekilli. Islohotni darvozadan boshlaymiz. 5 millionlik bo'lsin. Ya biz reytingi anaqadan 80 dan baland bo'lishi kerak. 78. Michael Zetterer. Yo'q. 7 million qilaylik. Vladimir Falcone. 79 ekan. 8 million qilaylik chiqani. Ana Nottinghamdan John Victor. Buni olsak bo'ladi kesaga. Buni sotmas ekan qo'ylar. $9 million qilaylik chiqan. Boshqa yo'q ekan 9 million. 10 million qilsak. Mana Dominik Livakovic. Buni olsak bo'ladi akalar. Voy buni sotmas ekan, u arenda ekan bu o'zi. Fenerbahcheda o'ynar ekan. Fenerbahcheda arendaga kelgan ekan Gironaga. Mana qara darvozabon shartmi o'zi? Dexe yaxshi emasmi? Predrag Raykovich, Al-Ittihod. 9 million. Yo, mana qara Varata shart emas menimcha. Varata shart emas, bitta chap qanot olaylik. Mana shuni puliga. Mana Rico Henry. Rico Henry.
28 yosh. Brentforddan 82 reytingli. Voy, mana shuni tortamiz. 11 million bersak kelarmikan? $12 million beramiz. Bahona Eintracht tiqilmasa agar kattaroq summa bilan 12 million 800. Voy, ne o'tmadi? Kam berib qo'yma. Mayli. Nikola Matviyenko bor ekan. Shaxtyordan ana shuni olamiz. 13 million 500 berilibdi boshlanishiga. 14 million. Voy, Borussiya tiqildi. Araga. Musa yo'q, bu sentralniy ekan. Gabriel Gudmundsson. Mashina olsa bo'ladi. Ham 26 yosh ekan, lekin nima ekan shu? O'zi yaqinda olib shekilli adashmasam. Kontraktini ko'raylikchi. 1-iyul 27-yilgacha kontrakti bor ekan. O'zi ozgina qolgan ekan. Ne sotmaydi? 1,5 yil bor ekan. Yaqinda olibdi o'zi 18 oyga kontrakt qildi. Mana shu oyda olibdi o'zi. Abdul Diallo, Matias Vina. Mana Vinani olamiz. Bu Romada o'ynagan adashmasam bu. 11 million 800 beraylik. Bular Sassuolo ne tiqilyapti? 12 million 500. Matias Vinani oldik akalar. 28 yosh, 81 reyting, chap qanot himoyachi. 65 ming beramiz. Xo'p, 28 yosh bo'lsa 5 yil qilaylik, mayli. Bizdan nima ketdi? Ключевой игрок qilamiz. Va olamiz akalar. Birinchi transferimiz Matias Vina bo'ldi. Raqamni endi keyin beramiz, bir yo'la hammasiga beramiz. Endi o'ng qanot himoyachi olishimiz kerak. Chunki Dodo ketadi. Ketib bo'ldi. Roland Sallay Galatasaraydan olamiz. Bu ham 28 yosh ekan. Bunga ham 11 million 500 berib ko'ramiz boshiga. 12 million 500 beramiz. 13 million beramiz. Yo'q, 500 emas, 13 million o'zini beramiz. O'ttir, yaxshi, Roland Sallay. Bunga 87 million oyga beramiz, 87 ming. Bunga 5 yil, bu ham ключевой. Malades. Ikkita qanotni yondirdik akalar himoyani. Endi bizga ano kerak. Yatesni oldik. Mandragora menimcha ketdi shekilli. Yates o'rniga bitta oporni olamiz, yaxshi. Keyin avani ko'ramiz. Mauro Arambarri Genovadan Sasha Lukic olamiz, 82 ekan. 11 million beramiz bunga. Ko'ramiz qani. 12 million beraylikchi. 12 million 600. Voy, Lukic o'tmadi-ku. Hop. Atakan Karazor. Ya bu bo'lmaydi-da. Menimcha 27. Kiernan Dewsbury Hall. Mashina olamiz mana. Dewsbury Hall. O'zi anaqa ekan bu. Yangi olibdi Everton. Yo'q, Everton eski oldindan o'ynardi-ku, ne bo'lmadi. 2 yil kontrakt bor ekan. Buni sotmas ekanda.
Bellegarde. Jon Raysner Bellegarde. Qoravoy ham sotmas ekan. Tommaso Pabega. Bu Milanda o'ynagan Pabegami bu? Bu yaqinda olib shekilli o'zi. O'zi Genovada o'ynardi, to'g'rimi? Nechi ketib qoldi? Bu narx juda baland qo'yib yubordim-da, apornilarga o'zi 8,5 milliondan yetadi. Mana Elvis Rexbechaj. Elvis eganda o'zi. Elvis olamiz. 10 million beramiz. Kosovali ekan. Ali Totam tiqilyapti 8 million bilan. 11 million beramiz va olamiz. Elvis come here. Voy. Buni ham 5 yilga olamiz. Buni ham ключевой qilamiz. Bostiga keladi. Raqamni keyin beramiz. 25 million pulimiz qoldi. Endi bizga akalar Atakushida to'lib yotibdi. Hujumchilarimiz ham to'lib yotibdi. Shuning uchun endi nima qilamiz akalar? O'sha pulni to'xtatib turaylikda biz mana o'yinni o'ynab olaylik. Ana ularga raqam beraylik birinchi. Bitta ko'ramiz, holatni ko'ramiz. Keyin shunga qarab yana olaveramiz. Xo'p, Sallay o'ngmidi? Sallayni o'ngga qo'yamiz. Dinani chapga qo'yamiz. Voy Gosens ketmagan a? Ha, Dodo ketgandi. Ammo ikkita sentralni ham olishimiz kerak ekan. Zashtalarimiz o'rta kaka ekan-u. Mari ham ketadi, sotilgan o'zi. Xo'p. Fagiolini Richardsonni o'rniga qo'ysak, bizga Rebay ham bor. Rebayni Elvis. Fagioli bilan o'ynarmikan? Opa. Endi buni o'rniga biz mana uni qo'yamiz. Richardsonni qo'yamiz. Bo'ldi, hozircha shular. Sallay, Vina, Elvis Soliga to'lasini. Ketdik. Bularga hozir raqam beramiz. Mana Sallayga Sallayga 2 ni berdik. Vinaga 23 beramiz. Rebay Elvisga ham bitta 6 bor edi, 6 beramiz. Ana. Endi yutmasak bo'lmaydi akalar. Veronani yutmasak bo'lmaydi akalar. Hozir o'yin tugagandan keyin ikkita agar pulimiz yetsa ikkita sentralni yarim himoyachi emas, sentralni zashnik olamiz, markaziy himoyachi olamiz. Va 3 tami 4ta 77-75 himoyachilarimiz bor. Ularni sotuvga qo'yamiz.
Ur endi. Ya 65-67 urlar endi. Ya shuncha ustunlik bilan gol ura olmasa, 4 ta aniq zarba, 8 ta zarbadan. To'pni egallash 56 ga 45, 44. Lekin gol yo'qda, 0-0 bilan tugadi o'yin. Tugadi. Mayli, har holda mag'lubiyatdan ko'ra yaxshi, lekin yutishimiz kerak edi. Biz ligada qolish uchun imkon qadar ko'proq o'yinni yutishimiz kerak. 12 ochkoyimiz bor xolos akalar. Bu juda ham yomon natija, bu juda ham yomon. Ikkita himoya olishimiz kerak edi. Yo'q, ketyapsan-ku, sotib olganman, uni ketmadim ekan. Yates travma oldi. Xo'p, biz komandaga kiramizda. Pablo Marini sotuvga qo'yamiz. Xo'p. Pangrachic mayli qolaversin. Mateo Vitti qolaversin. Gabriel Pereirani o'zim olib keluvdim-a. Fartini ham qolaversin. Gosens. O'zi sentralni 4 ta xolos ekan-u. Ikkita olib kelsam 6 ta bo'ladi. Undan ikkitasini sotishimiz kerak. Mayli, mana shu Vittini ham sotaylik. O'zi arenda ekan-u, bu ketadi-yu. Ya bo'ldi, shart emas ekan sotishimiz. Kimdir olsa mana shu Pangrachic sotsa bo'ladi. Lekin buni sotsak Pereira bilan Mari qoladi. Mari ketishi mumkin. Pangrachic qolaversin, ikkita olib kelsam 4 ta bo'ladi. Normal o'ynaydigan. Sentralni. Yoshi 30 yosh. Eng ko'pi. Akalar. 79. Narximizni oshiramiz shekilli. 2,5 million qilaylik. Kamida 80 dan olish kerak edi. Martin Valiant to'g'rimi? Xo'sh, Cameron Carter Vickers mashina olamiz. Aqshli ekan. 6,5 million ekan. 8 million bersak kelarmikan? Hoppa, 8 million 700 betga ham hali hot tiqildi. Oldik akalar. 57 ming beraylik bunga. 3 yillik shartnoma. Ключевой. Oldik akalar. Carter Vickers. Yaxshi himoyachi ekan. Yana bitta olishimiz kerak. Endi bunga narxini necha oshiramiz? 9,5. Martin Valiant. Shunisi 8 million. 8 million 900 qilamiz. 10 million qilamiz.
oldiga keldi. 67 million. Ana akalar, ikkita himoyachini oldik. Endi qolgan 5 million, 5,5 million pulimizni saqlab qo'yamiz-da, biz ijaraga futbolchi topamiz. Yarim himoyachi APTlardan. Ijaraga transfer. Ikki arenda. Yo, arenda emas, biz свободный agentda qolamiz. Swobodniy agentga men bilan buni anaqasi yo'q. Lazare Amani bor ekan, 77 ekan. Mana olsa bo'ladi. Kontrakt taklif qilamiz, 36 ming beramiz. Oldik buni ham. Amani 77 normal edi, 77taligi o'yinchilar travma olib qolganda, charchab qolganda o'ynatsa bo'laveradi-da. Selim Amallah. Yana bitta olamiz. Hujumchi Ibrohim Niyani. Bilal Ibrahimiy 70 ekan. Endi akalar arendaga olamiz. Arendaga kimni olishimiz kerak? Arendaga beriladiganlarning reytingi chatag'aydi. Bo'ldi, yetadi akalar. 4 million, 4,5 million pulimiz turadi. Yaxshi tarkib yig'ib oldik, adashmasam. Hozir pizza bilan o'yinda sinab ko'ramiz. Ungacha taktikani qilib olamiz akalar. Valens qo'yamiz va Carter Vickers qo'yamiz. Mana himoya 80, 81, 82 bo'ldi. Yarim himoya bitta anaqa ham oluvdik, adashmasam. Yarim himoyachi bitta olgan ekanmiz, xolos. 4 ta himoyachi, bitta yarim himoyachi olamiz. Qani-chi? 77 qani? Hozir oldik-ku. Otini nima edi? O'yinni keladi aytgancha. Mana Amani olibmiz. Mana Amani. Krasketni qo'yamiz. Richardson o'rniga keyin tushsa bo'ladi. Jekoga balo bormikan. O'ng qanotda himoyachi qolmadimi boshqa? Lempti bor-ku, qani Lempti? Mana Lempti. Jekoni o'rniga qo'yamiz. Nasıl partiyini olib tashlash kerak, unga to'g'ri qo'yishimiz kerak. Ana. Endi pizzani yutsa akalar, hammasi obod o'tadi. Var Carter Vickers Marin olib tashlashimiz to'g'ridan. Valens Andrach Valensga 25 verdik. Amaniga 8 beramiz. Ketdik akalar. Shuni yutsak, videoni to'xtatamiz. O'zi 2 soatga borib qoldi akalar. O'yin boshlandi. Voy.
Gol o'tkazyordik-ku. Birinchi taymda tenglashtirdik endi. Va ikkinchisini ham o'tkazyordik. Fagioli charchab qopti. Bizda opozida boshqa odam yo'q edi. Hisobni qo'yamizlar. Zo'n otda o'ynarmikan? O'ynolarkan. Amanini qo'yamiz Richardson o'rniga. Ya'ni Pikkoniga. Qo'ydi. Qani chukkiga qarab. Olg'a. Bye. Xullas akalar, men bu pizza bilan o'yinni sahrangiz qilmayman. 2-0 ga yutqizganmiz. Biz bu o'yinni yutqizmasligimiz kerak edi. Keyingi videoda xudo xolasa mana shu pizza bilan o'yindan davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada fikringizni bildirib qo'yinglar aka. Xayr, sog' bo'linglar akalar.